Assalomu alaykum usta akalar, xonmaylar. Olyapsizlarmi? Usta akalar, nima bu rasvor loy-u bu? Loy, bu eski ota-bobolarimizdan qolgan stil bo'ladi bu. Ha. Bu oliy ma'lumotli bu o'qish shart emas, 4 yil, 7 yil, 10 yil. Ha. Mana oddiy ishlab chiqqan g'ish yuvalaklarimizni isrof qilmagan holda Ana. tayyor devorda urilyapti. Bu guvalak, g'ish, pish, xullas turpoqda nima bo'lsa bo'ldi ekan-da. Ha. Ne qilib ana sol olib kelib beryapti. Bu odam kim bu odam? Odam katta ustamiz. Katta ustalaringmi? Odam chiqqan o'sha fikrlar hammasi. Ha. Mana bunday qilib loy tashlab xullas ana rastorga o'xshatar ekansizlar-da endi. Mana ishlab chiqqan chiqindi g'ish bormi, nimaki bo'lsa kessaymiz, tashlaymiz, ustidan bir loy tashlaymiz. Shu holat davom etaveradi. Ha, bo'ldi. Zo'r chiqyapti ekan, malades. Endi buni bitganda ham bitta syomka qilishimiz kerak ekan-da, zinash bo'lmasa. Ha, mana. Ustalar ham olmalar yeb, mevalar ichida mana qilib yeb ichib o'tirishibdi. Qo'shnilar so'rab qo'ydilarmi ish qilib, yana Davro bergan, bemalol. ha, undan bergan bo'lsa gap so'z yo'q. Malades, gap yo'q, ishlaringiz zo'r ekan usta akalar. Malades, qoyil.